Tövəndə diqqətinizə, ixtisoshunos Darun Ajam oğlu bilan James Robinsonning dunyoviy mashhur kitobi Davlatlar, ya'ni millatlar nemishqa halok bo'ladi dan uzluksiz tarjima. To'rtinchi bob, ikkinchi paragraf. Hammani o'z ichiga oladigan muassasalarni barpo qilish. o'n yettinchi asrdagi Angliya cho'ng taraqqiyotlarni qo'lga keltirib, uzluksiz turda iqtisodiy ishni qo'lga keltirganligi uchun dunyodagi davlatlarning orasida alohida edi. Muhim iqtisodiy o'zgarishlar yuz berishdan ilgariki jamiyatlarga solishtirganda, shu chog'dagi Angliyada hammani o'z ichiga oladigan texmi ko'p bir yurish iqtisodiy va siyosiy muassasalarni barliqqa keltirgan siyosiy inqilob yuz bergan edi. Bu muassasalarning iqtisodiy rag'batlarga va jamiyatning gullanishiga qarata cho'nqur ta'siri bo'lib qolmasdan, balki yana bu xil gullanishning mevasidan bahramon bo'ladiganlar uchunmi cho'nqur ma'noga ega edi. Bu muassasalar birdaklik asosida emas, balki uning aksicha huquq talashish ko'rish qiladigan, boshqalarga xo'jayinlik qilishni qo'g'lashadigan hamda muassasalarni o'zlarining manfaatiga uyg'un holda qurib chiqishga urinadigan o'xshamagan guruhlarning orasidagi kaskin to'qnashishning natijasi edi. 16 va 17 asrlardagi muassasalar to'qnashishining kulminatsiyasi, ya'ni yuqori pallasi, buni ikki xil olamshumul voqea bilan xarakterlandi. Biri 1642 yili bilan 1651 yili o'rtasida Angliyada ichki urushning yuz berishi, hamda yana biri bo'libmi 1688 yilida ilib berilgan sharaflik inqilobning portlashidir. Bu sharaflik inqilob podshohning va uning ijrochilarining huquqini chekladi hamda ularning iqtisodiy muassasalarni belgilash huquqini parlamentga yo'tkadi. Shuning bilan birga u siyosiy tuzumni davlatning qandoq idora qilinishi haqida belgilik ta'sir ko'rsatadigan jamiyatning hamma qatlamidagi kishilarga echib berdi. Bu sharaflik inqilob ko'p xillikni yoqalaydigan jamiyat qurib chiqishning yo'lini soldi hamda uning o'zimi siyosiy markazlashtirishning ustiga qurildi. Shundaqla bu jarayonni tizlashtirdi hamda dunyoda tunji qatim hammani o'z ichiga oladigan bir yurish siyosiy muassasalarni barpo qildi. Natijada iqtisodiy muassasalarmi hammani o'z ichiga oladigan xarakterini olishga boshladi. 17 asrning boshlariga kelganda Angliyada feodal o'rta asr davrida mavjud bo'lgan na qulluq tuzumining, na ig'ir iqtisodiy cheklimlarning hech qaysisi qolmadi. Shundaqdimi, kishilar davlat ichi va sirtida mashg'ul bo'la oladigan ba'zi iqtisodiy faoliyatlarga nisbatan nurg'un cheklimlar yanada bor bo'lib, ular monopoliyaning iskanjasida bo'g'ilib qoldi. Davlat fuqarolarga xohlagancha boj seliq silib, qonun tuzumini dafsanda qiladi. Yer zaminning ko'p qismi mulk huquqining qadimgi shaklida qolib qolgani uchun ularni setish mumkin bo'lmaydi. Ularga mablag' silish texmi xatarli edi. Bu ahvol sharaflik inqilob yuz bergandan keyin o'zgardi. Hukumat mablag' silish, tijorat qilish va yangilik yaratishga ilhom beradigan bir yurish iqtisodiy muassasalarni qo'llandi. Birovning ijobiy tijorat iddisi bo'lgani uchunmi, uni mulk huquqiga ega qilgan patentni o'z ichiga olgan aqliy mulk huquqini qat'iy ijro qildi va shu orqali kishilarning ijodkorligini qo'zg'aydigan sharoitni yaratdi. Qonun va tartibni qo'g'didi. Tarixda ko'rilib boqmagan bir ish Angliya qonunining barliq fuqarolarga tatbiq qilinishi, ya'ni hamma kishining qonun oldida barobar bo'lishi bo'ldi.
xohlagancha bajilish to'xtatildi. Monopoliya asosan degudek amaldan qoldirildi. Angliya davlati savdo tijorat ishlarini shiddat bilan tashviq qilib, mamlakat ichida sanoat faoliyatining kengayishiga qo'yilgan cheklama va to'siqlarni amaldan qoldirib qolmasdan, balki yana qudratli Angliya dengiz armiyasining Angliyaning savdo faoliyatlariga homiylik qilish natijasida milliy sanoatni qo'g'didi va rivojlantirdi. U yana sanoatning gullanishida hal qiluvchi rol o'ynaydigan asosiy qurilish muassasalaridan eng dastlabda tosh yo'llarning, kanallarning yasalishini, keyincha temir yo'llarning selinishini tizlatdi. Bu yasab chiqilgan asosiy muassasalar kishilarning ruhini urg'utib, gullanishning motorini gurkiratdi. Natijada sanoat inqilobiga yo'l ochdi. Hammadan muhim bo'lgani, sanoat inqilobining maydonga kelishida tayangan muhim texnikalik ilgirlashlarning o'tgan asrlarda Yevropada jug'langan bilim asosidan foydalanishga tayanganligidir. O'tmish bilan bu xil oshqin shaklda chak-chegara ayirish ayni chog'da Angliya jamiyatida bir turkum o'zgacha talanti bor shaxslarning tirishchanligi va ilmiy izdenishi bo'lganligi uchun mumkinchilikka aylangan. Sanoat inqilobining bu qudrati texnik kashf qilgan va uni amaliyotga tatbiq olganlarning iqtisodiy manfaat ko'rish fursatiga imkoniyat yarata oladigan bozorning bo'lganligidandir. Kishilarni o'zlarining talantini to'g'ri yerda, to'g'ri kasbda joriy qildira olishga yo'l qo'yish bozorning hammani o'z ichiga oladigan xarakterining bo'lganligidandir. Shundaqla u yana shu davrga nisbatan aytganda, xeyli yuqori sifatlik ma'rifning aslati bo'lgan ilmiy sapa va mahoratga tayangan bo'lib, bu xil afzallik yangi tijoratlarga yangi texnikani qo'llanishni hamda mahoratli ishchilarni qabul qilishni biladigan, yiroqni ko'rar, tadbirlik, igilik tiklaguvchilar qo'shinini barliq keltirdi. Sharafli inqilob yuz berib, necha 10 yil o'tgandan keyin sanoat inqilobining Angliyada maydonga kelishi hargizmi tasodifilikdan bo'lgan emas. Par mashinasini mukammallashtiruvchi James Wattga, tunji paravozini yasab chiquvchi Richard Chevechekka, aylanma qurilmani kashf qiluvchi Richard Arkwrightga hamda bir necha ilg'or bo'lgan par bilan mangadigan parxodni kashf qiluvchi Isambard Kingdomga o'xshash buyuk kashfiyotchilar o'zlarining idisi ilib kelgan iqtisodiy fursatlardan unumli foydalana oldi. Ular o'zlarining aqliy mulk huquqining hurmat qilinganligiga ishonishdi. Shundaqla o'zlarining kashfiyot samaralari tufaylidan o'zlariga iqtisodiy manfaat tegadigan bozorlarga ham kiraladi. 1775-yili James Watt o'zi o't motori deb atab olgan par motori tufaylidan erishgan patent huquqining vaqtining uzartilishidan keyin dadisiga munda xat yozgan. Qadrli ata, nurg'un qitimliq va hatto zo'ravonlik tusini olgan qarshiliklardan keyin men oxiri mening yangi o't motorimga bo'lgan mulk huquqimning butkul Buyuk Britaniya va u hukm surgan yerlarda kelgusi 25 yil ichidagi muddatda mening va men ruxsat berganlarning ig'dorchiligi bo'lganligi haqidagi parlamentning chiqargan qonuniy kafolatiga erishdim. Bu kashfiyotimga bo'lgan talab kuchli bo'lganlikdan buning menga ko'p manfaat ilib keladiganligidan umidvorman. Bu xat mundaq ikki narsani yo'ritib beradi. Birinchisi, James Watt Buyuk Britaniya va uning mustamlika rayonlaridagi o'zining kashfiyotiga bo'lgan kuchli talabning o'ziga bozor fursati ilib keladiganligidek istakdan ilhomlangan. Ikkinchidan, bu uning ayni vaqtda xususlar va kashfiyotchilar qo'ygan talablarga qarab chiqib javob qaytaradigan parlamentga qandaq ta'sir ko'rsatganligini ifodalagan. Texnikadagi ilgirlashlar, tijoratni kengaytirish va mablag' silish hamda kishilarning mahorati va talantini unumli ishlatish shu chog'dagi Angliya hukumati taraqqiy qildirgan, hammani o'z ichiga oladigan iqtisodiy muassasalar bo'lganligi uchun mumkin bo'lgan. Bu o'z navbatida hammani o'z ichiga oladigan siyosiy muassasalar ustiga qurilgan. Bundaq ikki omil sababidan Angliya hammani o'z ichiga oladigan bu siyosiy muassasalarni taraqqiy qildira olgan.
Uning birinchisi huquqning markazlashishini o'z ichiga olgan siyosiy muassasalar bo'lib, bular sharaflik inqilobning boshlanishi bilanla kishi o'ylamagan darajada jiddiy ravishda hammani o'z ichiga oladigan muassasalarni barpo qilishga boshlagan. Gerçi bu omil Angliyani dunyoning nurg'un yeridan farqlantirgan bo'lsin, ammo u Fransiya va Ispaniyaga o'xshash g'arbiy Yevropa davlatlaridan mohiyatlik darajada farqlanib ketmagan. Bu yerda muhimroq bo'lgani ikkinchi omildir. Sharaflik inqilob yuz berganga qadar bo'lib o'tgan voqealar podshohning va uning ijrochilarining huquqiga kuchli darajada chek qo'ya oladigan keng doiralik hamda kuchli bo'lgan birlik safni shakllantirganligi uchun hokimiyat yurgizuvchilar bu birlik safning talabiga ko'nishga majbur bo'lgan. Mana bular birinchi qatimliq sanoat inqilobining qo'lini sog'an iqtisodiy muassasalarning taraqqiyotini barliqqa keltirgan ko'p manbalik siyosiy muassasalarning asosini qurib chiqqan.